Bolalar barchaga salom. Demak, bugun sizlar bilan birgalikda open pay qilamiz. Hisob kitobim bo'yicha agar men har kuni 3000 talik gamesga pak ochadigan bo'lsam, bir haftada, ya'ni 7 kunda agar 108 107 karta ushlaydigan bo'lsam, 70 ta token to'playman ekan. Agar mana bu 7,5 ming talikdan 2 marta ochib, 2 ta 109 ushlasam, men 60 ta token ushlayman ekan, ya'ni 10 ta token minusda bo'laman ekan. Bu yerdan omadimiz kulib qolishi mumkin. Shuning uchun buni men sinab ko'rishga qaror qildim. Demak, ketdik. Gatuzoni orqasida ekan, shunisi qiziq bo'ldi. Shunisi qiziq bizga. Qani ketdi. 111 yomon emas. Endi nechta token bo'lganini ko'ramiz. Men minusdamanmi yoki plyusda? 120 ta 120 ta 240 ta. Agar 7 kunman 3000 talik gamesdan ochganimda borgan omadim kelib qolsa, masalan, agar 108 107 ushlasam 70 ta token bo'lsa, omadim kelib qolsa, где-то 120 tacha token to'playman bir haftada. Bu yerda men 240 ta, ya'ni 2 barobar ushladim. Bu juda ham yaxshi do'stlar. Bugun shu bilan video tugatdik. Ertaga extra time paklarni ochamiz. Uning uchun men hamma yoqni tayyorlab qo'ydim. Ertaga obmenlar va extra time paklar bo'ladi. Mayli do'stlar, hammaga omad.